Qanday qilib sonlarning kvadratini tezda hisoblashlik mumkin? Misol uchun 84 ning kvadrati. Xo'p, ikki xonali sonlarning kvadratini topishlik uchun oldin birlar xonasidagi sonni kvadratga oshiramiz. 4 × 4 16. Undan keyin oldiga o'nlar xonasini kvadratga oshirib yozamiz. 8 × 8 64. Keyingi qiladigan ishimiz mana shu sonni xonalarini ko'paytiramiz. Birlar va o'nlarni 8 × 4 32 va 32 mana bu yerdagi 2 ga ham ko'payadi. 64. Hosil bo'lgan sonni olgan javobimizda o'nlar xonasidan boshlab yozib olamiz. Adashmaslik uchun 0 qo'shib olsak ham bo'ladi. Qo'shib chiqamiz 6 5 7. Javob 7056. Yoki shuni keyingi sonda tatbiq qilamiz. 7 × 7 49, 1 × 1 1. Endi 1 × 7 7, 2 ga ko'paytirsak 14. Mana bu 14 ni faqat o'nlar xonasidan boshlab yozamiz. 289. Endi diqqat qiladigan joyimiz, birlar xonasidagi sonni kvadratga oshirganda bir xona bo'lsa nima qilamiz? Ya'ni 1 × 1 1 bo'lganligi uchun biz javobga doim ikki xonali son yozishimiz kerak. O'shaning uchun oldiga 0 bilan to'ldiramiz. 01. Eslab qoling, bir xonali raqam bo'ladigan bo'lib qolsa, biz oldiga 0 qo'yib 01 yozib olamiz. Va 4 × 4 16. Endi 4 ko'paygan 1, ya'ni mana o'nlar va birlardagi raqamlar ko'paytmasi 4, yana uni 2 ga ko'paytirsak 8. Mana shu 8 ni o'nlar xonasiga qo'shib qo'yamiz. Marhamat, javob 1681. Mana shu usulda oson topishlik mumkin.